Konstitutsiyani bekor qiluvchi mahalla qo'mitasining ma'lumotnomasi. Har qanday davlatning asosiy qonuni konstitutsiyasi bo'ladi. Agar birorta mahalla raisi yoki uchastkovi kelib, men falonchidan eshitdim. Hokim bundan 200 yil oldin mana bunday degan ekan deb oddiy bir qog'ozni ko'tarib kelsa va shu bahonada konstitutsiyaning moddasini bekor qilmoqchi bo'lsa, uni nima qilishadi? Ustidan kulishadi yoki qamab qo'yishadi. Davlatda konstitutsiyadan ustun hujjat yo'q. Ammo mullokratiya dinda aynan shu mantiqsizlikni qonunlashtirib yuborgan. Alloh Qur'onda biz kitobda hech bir narsani noqis qoldirmadik. An'om surasi 38-oyat. Va bu Qur'on hamma narsani mufassal bayon qiluvchidir deya o'z konstitutsiyasini mukammal qilib tushirganini e'lon qilgan. Lekin sindikat nima qiladi? Ular payg'ambar vafotidan 250-300 yil o'tib yozib olingan, undan unga o'tib kelgan rivoyatlarni, ya'ni hadislarni olib keladi-da, mana bu hadis Qur'onning mana bu oyatini bekor qiladi, ya'ni nasx qiladi deydi. Bu oddiy insonlarning eshitdim dedi gaplari bilan Yaratganning oliy konstitutsiyasini bekor qilishdek dahshatli jur'at va surbetlikdir. Buzuq telefon o'yini va milliardlik biznes. Yoshligimizda buzuq telefon degan o'yin o'ynardik. 10 ta bola qatorga turib oladi va birinchisi ikkinchisining qulog'iga olma deya shivirlaydi. 10-bolaga yetib borguncha u so'z boltaga aylanib qoladi. Bu bor yo'g'i 5 daqiqada va 10 ta odam orasida yuz beradi. Endi mullokratiya mantig'iga qarang. Ular 3 asr davomida 6-7 avlod o'liklar orqali og'izdan og'izga o'tib kelgan minglab gaplarni to'plashgan va shu buzuq telefon natijalarini mutlaq haqiqat deya e'lon qilishgan. Nega ularga bu kerak bo'lib qoldi? Chunki Qur'on juda ixcham, adolatli va insonni erkin qiladigan kitobdir. Uni sotib, undan biznes qilib bo'lmaydi. Odamlarni qo'rquvda ushlab turish, hamma narsani harom qilish, ayollarni qul qilish va jamiyatning har bir qadamini nazorat qilish uchun ularga son sanoqsiz qoidalar kerak edi. Bu qoidalar Qur'onda yo'q. Shuning uchun ular o'zlariga kerakli qarorlarni chiqarish uchun rivoyatlar fabrikasini, ya'ni hadisshunoslikni yaratishdi. Hayotni qamoqxona rejimiga aylantirish. Qur'on odamga kenglik beradi. Faqatgina asosiy prinsiplarni, adolat, poklik, halollik, yolg'on gapirmaslikni talab qiladi. U insonning aqliga va mas'uliyatiga ishonadi. Ammo mullokratiya rivoyatlar orqali odamning hayotini qamoqxonaning ichki tartib qoidalariga aylantirib yuborgan. Ularning kitoblarini ochsangiz, hojatxonaga chap oyoqda kir, suvni 3 qultumdan ich, soqolingni bunday o'stir, kiyimingni uzunligi mana buncha bo'lsin, piyolani o'ng qo'lda ushla degan minglab mayda-chuyda buyruqlarni ko'rasiz. Buning psixologiyasi juda sodda odamlarning miyasini shunday mayda keraksiz detallar bilan band qilib qo'yish kerakki, natijada ularning iqtisodiyot, siyosat, adolat va taraqqiyot haqida o'ylashga umuman vaqt ham, resurs ham qolmasin. Mullokratiya insonni buyuk koinot xalifasidan kun bo'yi qaysi oyog'imda yurdim ekan deb vahima qilib yashaydigan nevrotik, ya'ni asabiy xizmatkorga aylantirib qo'ydi. Rivoyatlar fabrikasini yopish. Agar navbatdagi bilimdon kelib, Qur'onda umuman yo'q bo'lgan biror cheklovni yoki afsonani aytib, shunday rivoyat bor, bunga amal qilish farz deya sizni adashtirmoqchi bo'lsa, uning buzuq telefonini mana bunday uzib tashlang. Alloh o'z kitobida biz bu kitobda hech narsani kanda qilmadik deb dinni mukammal va to'liq qilib berganini e'lon qilgan. Sizlar esa Yaratganning oliy konstitutsiyasini bir chetga surib qo'yib, 300 yildan keyin odamlar yig'ib chiqqan eshitdim dedi gaplaridan o'zingizga yangi din yasab olibsiz. Mening ilohim unutuvchi emas. Agar biror narsa men uchun hayotiy muhim bo'lganida, uni Qur'onga yozib qo'ygan bo'lardi. Men sizlarning asrlar davomida og'izdan og'izga o'tib kelgan buzuq telefoningizga qarab emas,
Allohning o'zgarmas, mantiqli va erkinlik beruvchi asosiy qonuniga qarab yashayman. Insonning miyasini mayda-chuyda rivoyatlar bilan band qilib, uning real hayotdagi huquqlarini o'g'irlashni bas qiling.